Oltin baliq. Assalomu alaykum aziz ertaksevar do'stlarim. Bugun siz tinglaydigan o'zbek xalq ertagi oltin baliq deb nomlanadi. Qani, tinglashga tayyormisiz? Ha, barakalla. Unday bo'lsa, boshladik. Bor ekan u, yo'q ekan, och ekan u, to'q ekan. Qadim o'tgan zamonda bir kambag'al chol bo'lgan ekan. Bu chol dengiz bo'yida yolg'iz o'g'li bilan yashar. Juda faqir, bechora hol kun ko'rar ekanlar. Bisotlarida bir eski qayiq va baliq ovlaydigan to'rdan bo'lak hech narsa yo'q ekan. Cholning o'g'li xush ovoz yigit bo'lib, doimo ashula aytib yurar ekan. Bir kuni baliqchi chol odatdagiday dengizga to'r solib, birozdan so'ng to'rni suvdan ko'taribdi. Qarasa, to'rda unaqa baliq emas, naq oltin baliq ilingan emish. Buni ko'rib chol hayron bo'libdi va o'g'liga tayinlabdi. Bolam, sen bu ajoyib baliqqa qarab tur. Men borib bu hodisani xonga ma'lum qilay. Zora mora xon bizga kattaroq in'om bersa. Chol shunday deb shoshib shaharga jo'nab ketibdi. Yosh yigitcha bo'lsa, baliqning to'rda qiynalayotganini ko'rib juda rahmi kelibdi. Otasining kelishini ham kutmay, baliqni dengizga qo'yib yuboribdi. Oradan talay vaqt o'tgach, xon o'zining vaziru vuzarolari, posbonlari bilan yetib kelib, yigitga buyruq qilibdi. Qani, ajoyib baliqni ko'rsatchi. Yosh baliqchi boshini quyi solib, xonga qilgan ishini aytibdi. Assalomu alaykum, hazrat oliylari. Baliqqa juda rahmim kelganidan uni dengizga qo'yib yubordim. Sen yaramas chol. Arzimagan bir narsa uchun meni shuncha ovora qilding. Dunyoda oltin baliq ham bo'larmidi? Xon shunday deb g'azab bilan cholga baqiribdi. Shunda keksa vazirlardan biri bir gap aytib, dard ustiga chipqon qilibdi. Hazrati oliylari, men 70 yildan ortiq umr ko'rgan bo'lsam, shu paytga qadar bunday ajoyibotni hech eshitmadim. Chol haqiqatda oltin baliq tutganiga ishontirishga ko'p urinsa ham, xon uning so'ziga sira ishonmabdi. Ana shundan so'ng xonning topshirig'iga ko'ra baliqchi yigitning qo'l oyog'ini bog'lab, eski qayiqda dengizga oqizib yuborishibdi. Boyaqish chol esa dengiz qirg'og'ida "Voy bolam" deb yig'laganicha qolaveribdi. Ana endi so'zni suzib ketayotgan yosh baliqchi yigitdan eshiting. Baliqchi yigit har nafasda o'z halokatini kutsa-da, qayiq shamol kuchi bilan hamon olg'a qarab suzib borar ekan. Bir qancha vaqt o'tgach, uzoqdan bir orol ko'rinibdi. Kuchli shamol qayiqni bir nafasda orolga eltib qo'yibdi. Qayiqning tumshug'i qirg'oqdagi qumga urilishi bilanoq daraxt orasidan bir yosh yigit chiqib kelibdi. U yosh baliqchiga 2 tomchi suvday o'xshar emish.
yosh yigit kela solib baliqchining qo'l oyoqlarini yechibdi. Ikkovlari ko'rishib, tanishibdi. Oroldagi yigitning yonida bir kulcha bor ekan. Ana shu nonni ikkovlari baham ko'rishibdi. Shunday qilib, ular orasida chin do'stlik boshlanibdi. Kunlardan bir kun ular poda boqib yurgan cho'pon cholga yo'liqishibdi. Do'stlar orolda o'zimizdan boshqa hech kim yo'q deb o'ylar ekanlar. Cho'pon bulardan hol ahvol so'rab so'z boshlabdi. Bu yerdan 3 kunlik yo'l narida katta bir xonning yurti bor. Xon baxtsizlikka uchragan. Uning go'zallikda tanho bo'lgan bitta qizi tug'ilganidan beri bir og'iz ham so'z aytgan emas. Xon jarchi qo'ydirib, kimki qizimni davolab gapirtira olsa, men shu kishiga eng yaxshi in'omlar beraman. Bordi-yu gapirtira olmasa, boshini tanasidan judo qilaman degan. Ana o'shandan beri allaqancha navqiron yigitlarni boshi ketdi. Sizlar ham u tomonlarga borib, yosh joningizga jabr qilmanglar, xo'pmi, bolalarim? Cholning gaplari ikki yigitga aks ta'sir qilibdi. Do'stlar bir muddat o'ylashibdi-da, so'ng baxtlarini sinamoq maqsadida qo'shni xonlikka yo'l olishibdi. Xon saroyi oldiga borganlarida narigi yigit yosh baliqchiga qarab shunday debdi: Do'stim, rozi bo'lsang, avval men baxtimni sinab ko'ray. Agar xon qizini davolay olsam, tekkan in'omlarni o'rtada bab-barvar bo'lishib olamiz. Rozimisan? Yosh baliqchi ko'nibdi. Yigit esa xon saroyiga kirib ketibdi. Haram eshigi oldida turgan ikki kanizakning biri yigitga achinib so'z qotibdi. Sen qatori ko'pgina bahodir yigitlar xon qizini davolashga obdon urinib ko'rdilar. Lekin ularning aziz boshlari jallodga in'om qilindi. Seni ham shunday baxtsizlik kutadi. Yaxshisi bu fikringdan qayt. Jasur yigitning bu qo'rqinchli gap cho'chitolmabdi. U dadillik bilan haramga kiribdi. Xon qizini ko'rishi bilanoq ta'zim qilib so'z boshlabdi. Ey go'zal malika, biz otadan 3 o'g'ilmiz. Bir kun chakalakka o'tin keskani bordik. Eng katta akamiz yog'ochni yo'nib bir go'zal qush yasadi. Qush shunday ustalik bilan yasalgan ediki, xuddi tirikday edi. O'rtancha akam daraxtzorga borib, eng nozik qushlarning patlarini topib kelib, yog'och qushchani bezadi. Qush yanada go'zallashib ketdi. Men bir sehrli buloq topdim. Qushni esa sehrli buloq suviga cho'miltirdim. Qushcha tirilib sayrab yubordi. Ana o'shandan beri bizning o'rtamizda hamon janjal davom etyapti. Har birimiz qushni meniki deb da'vo qilamiz. Janjalimiz juda zo'rayib ketdi. Ey go'zal qiz, qush kimniki bo'ladi? Siz bizning janjalli ishimizni bitirib bering. Bu gaplarni eshitgan qiz qaddini ko'taribdi. Qop-qora, uzun kipriklarni pirpiratibdi. Chehrasi ochilib, salgina jilmayibdi. Tovush chiqarmay barmog'i bilan og'zini ko'rsatib, boshini tebratib qo'yibdi. Yigit g'azablanib o'shqiribdi. Modomiki sen uchun men qurbon bo'lar ekanman, shuni yaxshi bilki, men bilan birga sen ham halok bo'lasan. Yigit shu so'zlar bilan
qiz boshiga qilich ko'taribdi. Qiz qo'rqqanidan yerga o'tirib, qattiq qichqirgan ekan, og'zidan bir oq ilon tushibdi. Ilon buralib, vishillab, o'zini yigitning qalin charmli etigiga uribdi. Lekin yigit quturib kelayotgan ilonning boshini etik poshnasi bilan majaqlab tashlabdi. Qiz yoshli ko'zlarini yigitga tikib, barmog'idan uzugini chiqarib shunday debdi: Bu uzukni olib saroyga otam oldiga bor. U seni mukofotlaydi. Qiz bu uzukni yigitga beribdi. Yigit uzukni olib, do'stining oldiga borib, barcha voqeani birma-bir so'zlab beribdi. U uzukni do'stiga uzata turib, shunday debdi: Endi senga bir sirni aytib beraman. Men o'sha o'zing rahim qilib qo'yib yuborgan oltin baliqman. Qirg'oqda sen aytgan ashulalarning dong'i suv osti yurtiga yoyilgan. Men sening ashulalaringni eshitish uchun dengiz qirg'og'iga yaqinroq borib, ovozingga mahliyo bo'lib, to'rga tushganimni payqamay qolibman. Sen tufayligina tutqunlikdan qutuldim. Xon posbonlari qo'l oyog'ingni bog'lab, qayiqda oqizib yuborishlarini ko'rib g'azablangan edi. Seni qutqarish yo'lini izlab, eng yaqin do'stlarim bo'lgan baliqlardan bir qanchasini chaqirdim. Ular sening qayig'ingni suvga cho'ktirmasdan, yelkalarida ko'tarib keltirishlarini o'tinib so'radim. Chin do'stlarim o'tinchimni bajo keltirib, seni bu orolga olib keldilar. Men bu yerda sening shaklingga kirdim. Shu qisqagina vaqt ichida sening sofdil yigit ekanligingga yana ishondim. Seni o'z akamdek ko'rib qoldim. Endi o'z joyimga, suv ostiga ketish vaqtim keldi. Bu uzukni olib borib xonga ber. Mabodo kerak bo'lib qolsam, ko'k dengiz qirg'og'iga kelib, meni 3 marta chaqir. Xizmatingga darhol tayyor bo'laman. Ana shu so'zlardan so'ng baliq yigit bilan xayrlashibdi va bir sho'ng'ib ko'zdan g'oyib bo'libdi. Yosh baliqchi qadrdon do'stidan ajralib qolganiga qayg'uribdi va bir qancha vaqtdan keyin xon saroyiga boribdi. Yigit saroyga kelib, uzukni ko'rsatgan ekan, xon so'zidan qaytib, qizini bermaydigan bo'lib, hatto yigitni saroyga ham kiritmabdi. Ana shundan so'ng yigitning dardi dunyosi qorong'u bo'lib, orqasiga qaytibdi va shaharning narigi chekkasidagi bir temirchiga shogird tushibdi. Oradan bir hafta o'tgach, bu voqeadan xonning qizi xabar topib, o'zini o'tga cho'qqa urib, zor-zor yig'lab, otasiga qarab bunday debdi: Ota, agar so'zingizda turmasangiz, shu bugunoq mendan ajrab qolasiz. So'zingizda turmaganingiz men uchun o'lim bilan teng. Axir u meni necha yillik darddan xalos qildi. Xon qizimga biron kor hol bo'lmasin deb noilojlikdan uni yosh baliqchiga beradigan bo'libdi. Hammani yoppasiga to'yga aytishibdi. Ertasiga to'y boshlanib, nog'ora, karnay, surnaylar chalinibdi. Shunday qilib, yosh baliqchi xonga kuyov bo'libdi. Lekin xon kuyovini juda yomon ko'rar, undan qutulish yo'llarini izlar ekan.
Yosh baliqchi esa xonning taxt saltanati, saroylarini yaxshi ko'rmas, bunday hashamat bilan sira chiqisha olmas ekan. Bir kuni yosh baliqchi xafa bo'lib o'tirsa, malika undan xafaligining sababini so'rabdi. Yigit unga qarab shunday javob beribdi: Men bu hashamatli saroyda tura olmayman. Ko'nglimni hech narsa quvontirmayapti. Yoshlik davrimni dengizning narigi tomonida o'tkazganman. U yerda jonimdan aziz baliqchi otam qolgan. Unga nima bo'lganini hatto bilmayman ham. Agar sen otam oldiga birga ketishga ko'nsang, o'zimni dunyoda eng baxtli yigit deb hisoblar edim. Lekin mening yurtimda bir kambag'al baliqchining xotini bo'lib yashashingga to'g'ri keladi. Bu saroydagi bezaklar, kanizaklar u yerda yo'q. Men har narsaga tayyorman. Faqat siz quvnab yursangiz bas. Dengizning u tomoniga qanday o'tamiz? Bizda kema ham, kema yasaydigan usta ham yo'q. Buni o'ylamasang ham bo'ladi. Hammasini o'zim to'g'rilayman. Agar ketmoqchi bo'lsang, yo'l tadorigini qilaver. Shu so'zlar bilan yosh baliqchi xotinini uyiga yuborib, o'zi dengiz labiga boribdi. Suvga qarab 3 marta do'sti oltin baliqni chaqiribdi. Baliq ham shu onda suv yuziga chiqibdi. Ey qadrdon do'stim, nima xizmat? Yurtimni, otamni sog'indim. Dengizdan suzib o'tish uchun kema yo'q. Suzib kelgan qayig'im parcha-parcha bo'lib ketgan. Seni tushundim. Tilagingni albatta bajaraman. Kech kirganda senga katta bir baliqni yuboraman. U og'zini ochishi bilan darrov og'ziga kir. Ertalab uyingda bo'lasan. Oltin baliq shunday debdi-yu, sho'ng'ib ketibdi. Kech kirishi bilan dengizda to'lqin ko'tarilib, qirg'oqqa bahaybat bir baliq suzib kelibdi. Uning burnidan suv yuqoriga varillab otilib turar ekan. Dumini tinmay bilanglatar ekan. Xon qizi baliqni ko'rishi bilan qo'rqib ketibdi. Yosh baliqchi xotiniga dalda berib, uni baliqning og'ziga olib kiribdi. Baliq tezda dengizda suzib ketibdi. Ajoyib baliq manzilga yetib, og'zini ochibdi. Darhol xotin ikkovi baliq og'zidan qirg'oqqa chiqib, uyga qarab yo'l olishibdi. Birozdan keyin manzilga yetib, yarim vayronaga aylangan kulbasini va uning oldida munkayib o'tirgan keksa otasini ko'rgach, baliqchi yigitning ko'zlaridan yosh chiqib ketibdi. Bora solib otasi bilan quchoqlashib ko'rishibdi va uning oqarib ketgan soch soqollarini silabdi. So'ng xotinini otasiga tanishtiribdi. Chol esa juda quvonibdi. Shunday qilib, baliqchining eski kulbasida uchovlari baxtli kun kechirib, murodu maqsadlariga yetishibdi. Mana, aziz bolajonlar, ko'rdingizmi? Oltin baliqqa mehribonlik qilib, baliqchi yigit murodu maqsadiga yetdi. Bu ertak bizni
barcha jonzotlarga mehribon bo'lishga, chin insoniy hissiyotlarga o'rgatadi. Shu bilan ertagimiz ham nihoyasiga yetdi. Eshitganlar esa salomat bo'lishsin. Audio ertak Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi va Maktabgacha ta'lim vazirligi tomonidan taqdim etildi.